Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bemorimiz 81-yil. Bemorimizda 4 va 5 bel soha umurtqalarida stenoz aniqlangan va bemorimizda уже 2-3 yildan beri adashmasam oyoqlarida juda kuchli uyushish va masofani yurishlari kamayib qolgan va bizga kecha murojaat qilgan, tayyorlab operatsiyalarni o'tkazib berdik va hozir o'zlaridan o'zgarishlar so'rab qolamiz. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi ekan? Operatsiyalarni o'tkazdim. Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshi. Bilganimni ancha yil oldin qilganman. Bilmaganim uchun qo'rqib yuruvdim. Lekin adashibman. Kelib qildirib kerak ekan vaqtida. Hayotda mazmunni keyin bilasan ekan. Operatsiyada qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Xudoga shukr, yaxshi, zo'r hammasi. Sizlarga rahmat. Oyoq qo'llaringiz og'rimasin iloyim. Allohim o'zi sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Bolalaringizga baxtiga sog'omon bo'ling. Operatsiyadan oldin qanaqa holatda bir tushuntirib bersangiz bo'ladimi? Operatsiyadan holati oldin og'riq bor edi. Qiynalib keluvdim o'zi. Belimda og'riq bor edi. Hozir mana xudoga shukr zo'r bo'ldi. Zo'r. Hech nima yo'q. Bizni tavsiya etasizmi aka? Ha? Bizni tavsiya etasizmi bizni klinikamizni? Sizlar albatta sizlarga rahmat, bolalaringizga shukr. Zo'r vrach ekan, qo'llari yengil ekan, yaxshi osongina mana bir kun emas, даже yarim kunda oyoqqa turdi. Yaxshi yurdim. Agarda sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol bizni klinikamizga uchrashingiz mumkin. Endoskopichki, ya'ni lazer orqali operatsiya qilib beramiz. Hammaga rahmat.